Bugun O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatida rahbar va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan tashkil etilgan tadbirda jamiyat tizimida faoliyat yuritayotgan tashabbuskor va bilimli yoshlar qatnashdi. Jamiyat boshqaruvi raisi Dadajon Isaqulov yosh mutaxassislar bilan ochiq va samimiy suhbatlashdi. Uning qayd etishicha, elektr energetikasi sohasida yoshlarning tashabbusi, bilim salohiyati va yangicha yondashuvi juda muhim. Har bir yosh mutaxassisning g'oyasi va sa'y-harakati soha kelajagini belgilaydi. Har bitta mamlakatda energiya tizimini o'zini nimasi bor, ulush nimasi borda. Masalan, ishlash prinsipi bor. Ishlash prinsipi deganda bizning O'zbekistonda bugungi kunda masalan endi hozir VE'lar bo'lmasdan oldingi gapni aytaman, VE'lar bo'lgandan keyin mana bu VE deganida qisqa qayta tiklanuvchi energiya manbalari bo'lmaganda O'zbekistonda 85% elektr energiyani teplovoy issiqlik elektr stansiyalarida olardi, 15%ni gidroelektrostansiyalar olardi. Bugungi kunga kelib gidroelektrostansiyalarda chunki iste'molimiz ko'payganda ularning ulushi 10% ga tushib qoldi va mana aynan bu kunlarda mana hozirgi paytlarda 11.000 yoki 10.000 megawatt quvvat bilan olib ketgan elektrostansiyalar ishlab chiqarayotgan bo'lsa, shundan 4.000 megawattga yaqini nimani ulushi, qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushi. Endi qolgani teplovoy stansiya bilan, issiqlik elektrostansiyasi bilan GESlar ulushi. Bugun O'zbekiston milliy elektr tarmoqlarida qo'shaloq tadbir, qo'shaloq bayram, avvalambor o'sha yoshlar bilan uchrashuv, undan tashqari matbuot va ommaviy axborot vositalari kunini bir nishonlamoqdamiz. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad aynan shu ommaviy axborot vositalari yordamida jamiyatimizda, davlatimizda energetika sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarni yoshlarga yetkazib berish, ular tomonidan ularni tug'dirayotgan bir qanaqadir qiziqish, taklif, savollarga javob berish. Undan tashqari o'sha ustoz shogird an'anasini davom ettirgan holda yoshlarga o'zimizni bir qanaqadir qo'limizdan kelgancha mana qisqa fursat ichida o'zimiz tajribamizni almashishimiz hamda ularga bir yo'l yo'riq ko'rsatishni rejalashtirgan edik. O'ylaymanki, tadbir juda muvaffaqiyatli o'tdi. Bundan yoshlarimiz, bizlar qolaversa, butun ko'p ming kishilik jamoamiz o'ziga bir yaxshi kayfiyatlar, yaxshi taassurotlar olib, keyingi o'sha ishlarimizda, natijadorligimizda bir yaxshi ta'sir ko'rsatadi deb o'ylayman. Bugungi bizga topshirilgan tadbirdan asosiy vazifalarimiz rahbar va yoshlar uchrashuvida raisimizga taklif bilan chiqdim. Ya'ni kim viloyatda matbuot erkinligi, matbuot xizmati yuklatilgan vazifamiz bor. Bundan foydalanib kerak bo'ladigan bizga jihozlar, ya'ni kim notebook yoki bo'lmasam kamera, shunaqa vositalar bilan taklif bergandim. Bu ijobiy javobini o'z tasdig'ini topdi va raisimiz o'sha bizga beriladigan kerak bo'ladigan moddiy texnik bazasini ertaning o'zida hal qilib berish bilan va'da berdilar. Bilasizmi, bu tadbir shunchaki oddiy tadbir emas. Bu tadbir uchrashuvga, rais bilan uchrashuvga ancha bir yoshlar uchrashishga harakat qiladi. Men mana shu sharafga bugungi kunda erishganimdan juda xursandman. Chekka bir viloyatlarda yoki hududlarda qora mehnat yoki bir energetika sohasida ishlab kelib, bugungi mana shu kunda yig'ilib turib necha yillik tajribaga ega bo'lgan raisimizdan tajriba, o'g'it yoki vazifalar olishdan biz albatta ko'tarinki ruhda, yanada jo'shqin ishlashimizda, yanada harakat qilishimizga albatta bu juda katta turtki bo'ladi deb o'ylayman. Muloqot yakunida yoshlar tomonidan bildirilgan taklif va fikrlar albatta e'tiborga olinishi, ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilanishi qayd etildi. Eng muhimi, bu uchrashuv energetika tarmog'ining barqaror rivojida yosh avlod hal qiluvchi o'rin tutayotganini yana bir bor tasdiqladi.